Krasiva boy bo'ldi. Atlas 1000 dollar. Assalomu alaykum butun planeta. Kecha Tyson Klitkanchida jang qilayotgan vaqt ikkita polvonimiz Odilxon bilan tank klitkadan tashqarida jang qilib qo'yganmi deyman-da, qoidalarni buzib. Menimcha ular 15 sutkadan olib ketdi. Shuning uchun jigarlar qonun qoidaga rioya qilib yashanglar. Ko'chalarda tortishuvga bormanglar. Iloji boricha tinchgina yuringlar. Hammasini klitkaning ichida yoki zalda hal qilinglar. Iloji boricha jigarlar. Endi ularni 15 sutkasini tugashini kutamiz va ungacha biz 25-oktyabr Astonada bo'layotgan Octagon 80-turnirga tayyorgarlikni mustahkamroq qilib boshlaymiz jigarlar. Tank bilan Odilxonga o'zim dacha olib boraman panelniga endi. Qoidalarga rioya qilinglar. Odilxon shu qiziqqonlik hech tugamadida. Urushib ketdi. Kim bilan ki? Samandar tank. Ikkalasi do'stniki. Solishib ketdi. Ikkovi sudda hozir. Ikkovi ham qamoqqa boradi. Ikkovi ham 15 sutkadan beradi, xudo xolasa. Nima urushib ketdi ular dalbayaplar? Yo'q, endi sen menga tashlagansan, sen menga dedi-da, ashna Odilxon bitta soldi. Shu bilan Odilxonni oldinglar, urushdi, yiqitib urushdi, shuna to'polon bo'lib ketdi. Kallangi qo'tag'im dalbayaplar. Odilxonga men terdim, ana urushayotgan payti, ana dalbayap kasim sotdi. Tersam, nima bo'lyapti? Uka desam, Bag'dod desam, aka aytmaysizmi deydi. Qotib qolibman, kulib deydi. Ko'rsatdi menga anoni, Octagonni ko'rsatdi. Shayxdaman men ham dedi. Keyin bir pichi turgandan keyin video tashlayapti. Aka dedi, o'zim bir dedi qizdirmasam bo'lmaydi dedi. Video tashlayapti. Men o'yladim, chiqadi, mikrofonni olib chiqadi deb o'yladim. Chiqmadi keyin. Qarasam bu ana yiban bilan solishib ketgan dedi. Urushib ketgan. Obordim. Ikkalasini ham qamadimi? Ali Samanda yo'q, nima qildi? Sut ekan. Samanda telefon qildi, aka, bilat sutga oshib ketib, sutimiz bo'ladi. Abitdan keyin hal telefon qilibdi, bilat. Nima qilish kerak aka dedi. Yengil. Jamoat joyda unday qilganligi uchun baribir olib kiradi. Bo'lmadigan ishtirok qilishi yoki ogohlantirishi mumkin. Keyingisida pizes qilamiz deydi. Jamoat joyda ko'tini qilsa, Odilxon urdimi? Odilxon urdi uni. Odilxon bir sapala urib berdi, yonidaglar proxodga kirib urib yotqizib oldi.